You can be beautiful. Uyimiz tutunga to'ldi. Evde tamak çekmeden sıkına çıkacağım deymen. Çayqarın, tamlik çayqarın. Vay can, qaysi adabsizlik qilgan ishni bu. Vigo, yeni tabak çikotamsız. Şenxi aça tamak çekmedim. Kızık, bu nereden çıkıvatkan üstü? Aça, oshxonaga o't ketmagan da. Tamak çekmegenimga 3 yil bo'pti. Tamlik 3 ay qerin, 3 ay qerin. Tutashtirmasam bo'lmadimi? Bana bir qaçı bering. Vah. Vah. Xo'jayin, men bir qaçı şey qerim bering. Xo'jayin, zodi berasiz demasiz. Vay can, nimishga uxlayamaydiganda ben. Tamak çıkıvatkan kim? Geçti berege kalemsiz mi kanunu kılapma. Vay can, dada buldu mu? Manazır.
Dada tezroq bo'la. Dada zada nima ish qilyapsan? Tez bo'la. Dada zada nima ish qilyapsan, ha? Hojatxona sesiq burab qopti ekan. Bir narsa chechib qo'ydim. Lekin bu hasharat o'ltirish to'g'risi ekan-ku. Dadisi, men keldim. Tamak puravatadi-ku. Nemişik gap qilmaysiz? Qizdirib ketibsiz-ku. Mijozingiz yo'qmi? Ishni bo'lmadim. Ha? Yana tamak chekayotgan o'xshamamsiz. Qo'lingizniki nima? Qo'lingizniki chiqiring, chiqiring. Ishnima. Mana qarang. Qiziqlar tamak tashlagan kim o? Voyjon. Men tashlamadim. Og'zingizni iching. Bu nima? Bu eng yangi fan texnika mahsuloti. Tamak chekishni o'lchash asbobi. Tamak chekdingizmi yo'q, qanchalik chekdingiz, hammasi hozir oydin bo'ladi. Dedim-ku, tamak chekmadim. Nechi numar bo'lsa layoqatsiz bo'ladi. Xato qilibman, kechiringlar. Meni kechiringlar, qilganim to'g'ri bo'lmadi. Gap qilsanglar qandoq? Gap qilsanglar-chi. Nim bo'ldi? Apam seni nazorat qilishimni aytdi. Tamak cheksang bo'lmaydi. Man qara, men hojatxonaga kiraman. Yenida tamaki yo'q ekan. Apa, endi hech qanday chatoq chiqmaydi. Nimaga xafa bo'lasiz? Bizimiz sizga yaxshi bo'lsin deyapmiz-ku. Tamaki chekish nurg'un kasalliklarni paydo qiladi. Og'zing sisiq burab qoladi. Muhit bulg'unadi. Tamakining isi bizga ziyon qiladi. Inoqlik ta'sir yetkazdi. Dunyoning tinchligiga buzg'unchilik qilgan Bo'ldi, odam najab bezor qildinglar. Dada, ney ko'rsan? Sirtqa chiqib tamak chekiman. Dada, diqqat qil. Tamak chekishga diqqat qilish ketamdi. Tasma. Palampay buzilib ketibdi, diqqat qil deyapman. Gaz chekma. Chekkim gaz chekma. Kim boshqara olaydi? 3 ay qerini olaman. 3 ay qerin yo'q, tamaki bor. Bo'pti, bir qop tamaki ber. Siz lochin-g'o? Bo'lim boshlig'i? Chinveylan, sizdek odamlar 3 ay qerin setib yurish qandoq bo'ladi? Ha? Shirkatimizga odam ilyotdik. İşliğiniz var mı? İşligim bor, biroq ishlay olamanmi? Nima ish ishlaymagidaksiz? Shirkatning xo'jayini singlimning yo'ldoshi bo'ladi. Shirkatga keling. Atak yaxshi bo'ldi. Endi 3 ay qerin sotmaydigan bo'ldim. Bilaman, azidan boshlab 3 ay qerin sotmaydi ekansiz. Lekin hozir setib etibsiz. Kechiring, jarimani to'lang. Chin efendi, talabimizga mos keladigansiz. Doktorxonaga berib salomatlik tashurtib, sog'lomlik kelishga akasini bo'ldi. Atak yaxshi bo'ldi. Yangi xizmat topdim. Endi 3 ay qerin sotmaydigan bo'ldim.
Doktor, nima bo'ldi? Hech nima. Tekshirish natijasi chiqdi. Sizga deydigan ikki gap bor. Ishki gap, ansa avval xush xabarni da. Kechiring, ikkili shum xabar. Birinchisi, tekshirish natijasi layoqatli bo'lmadi. Undaq emas-ku. O'zingiz ko'rib beqing, mana bu o'pka tekshirish natijasi. Aldırma, yana bir shum xabarmi bor? Kesilingizni saqayt qilib bo'ladi. O'kil ursaqli saqayib ketasiz. O'kil ursil saqiyam-da. Bu qandaqmi shum xabar bo'lsin? Lekin bu mundaq o'kil. Yaxshi bo'ldi. Narkoz o'kilni tejab qoldik. Sestra, operatsiyani boshlaylik. Bu qaysi adabsizning qilgan ishidir? Seg'izni bu yerga chaplab qo'yganni. Men keldim. Dada, uydagilar maslahatlashib tamaki chekishga qo'shildik. Pek yaxshi bo'pti. Lekin tamaki chekish rayonda cheksan. Endi tamak cheksangiz bo'ladi. Çekmeymen, endi herkes çekmeymen. Bo'ldi, tamaki tashlayman. Nima? Yana tamak tashlamdik.